Atinsi ishga mangdigan vaqtda uyqumni behsa testa ochma. Oshda bolalar uchun mush girim qilishni xo'sh yoqmaydi, ham qiynoq girimmi qilgim kelmaydi. Ham mush suya oltimda ishga boray desam, unig'imi ko'nglim unmaydi deb beshga to'pgan qizlar bugun bana aytishib, 10 minut vaqtlarini chiqarib, ma'lumotlarni tafsiliy holatda o'rganib berib beringlar. Bir kunlik kayfiyatinglar dahshat yaxshi bo'lib qoldi. Ham har qanday xizmatga o'rtaq mos keldi qizlar. Ham sen kirimizni boshlab ketaylik, ketdi. O'xshashdan qizlar maytonlarimizni taqib olamiz. Men osh mayton taqib uxmayman degan qizlar mayton taqmasanlar bo'ldi. Anadagi yana bir qizlar bor, mesela mayton taqib yo'qtirgan, mayton taqib yo'qtirgan qizlar maytonni tez suratda taqlasanlar bo'ldi. Anadagi bugun masalaga tez holatda mush mayton qanday taqash usulini bir qatim so'zlab o'tib ketay. Mayton og'zdan chiqqandan keyin mushdan narsa chiqadi-ku. Anadagi o'zinglar mushu tabiiy chiqadigan qip qizil ko'p gap yashil maytonlar taqib olganlar xizmat vaqtida qamlashmaydi. Anadagi mush tabiiy chiqadigan maytonlarni o'zinglarning qarchug'ini ichki tarafga qartib, anadagi maytonlik o'zinglarning axiriy silib o'zinglarning maytonsini mazrab qilsanglar qaranglar, shunday bir tabiiy holatda oson ham ishtik taqab ketalaysizlar, vaqtlarni olib ketmaydi. Anadagi qizlar maytonlarni taqab bo'lgandan keyin o'zinglarning qo'liga shu bilan juyeni cho'qib olamiz. Buga ishimiz bo'lib qolsa qizlar chinqoyi yazildi, bir chinqosi. Yuzinglarga tekshirib berib olsizlar. O'zinglarning qo'lda boshib bo'lsin, boshib berib olsanglar bo'ldi. O'zinglarning qo'liga juye va yoki tetishon degan narsalarni berib olamiz qizlar. Mush yuz oson kafim bo'lgan qizlar cho'qim yuzinglarga mush tetishon berish unutib qolmanglar, kirmagan texmo futiyalga so'ndirib beraylik. Yuzinglarga suv bilan juyen berib bo'lgandan keyin bunda tutsanglar bir xil yumshoq holatga kelgan vaqtda findiyani pasanglar shu vaqtda futiyalga so'ndirib ketalaysizlar. Kimga ishlatilgan findiy bo'lib qolsa qizlar ma'lum yozilning transo findiy bilan shayabay findiyani xun holatda ishlatamiz. Men findiyani ishlatib tuya ketib qizlar shu an og'izni ichiblam. Tavsubaning ustiga qo'yib aralashtirib ishlataylik. Qulanlarda va yoki cho'tkada meylarni yuzinglarga berib olsanglar bo'ladi. Hem köp vaqtlarda mesela aldırıp qolgan vaqtlarimizda findiyen asasen qo'li berib ko'nib qolgan qizlar bor. Qulanlat basanlar bo'ldi jumla qizlar. Burnalarning atrofiga ham cho'g'ildigan holatda berib olamiz. Mazmun o'xshash. Anki o'zinglarning qo'ldagi nam bo'lib bo'ladi va yoki quruq bo'lib bo'ladi. Bulutdan meyimizni olib sondirib olamiz qizlar. Yüzümüzge findiyeler berib bo'lgan ekan qizlar o'zinglarning qo'liga tengjon bo'lgan cho'qim paketin beringlar. Chunki sizlar masalan xizmat qilib qolsanlar atgandan kechki chiqilmas emasmi? Shunga cho'qim yuzimizni tengjonni fut yeb bo'lsa, bovjon qilmasak bo'lmaydi. Anadagi tengjonimizni qilib bo'lgandan keyin o'zimizning qo'liga finbinda yuzimizga tengjon qilib olamiz. O'zinglarning sanfil ishlatamiz va yoki mushu finbin ishlatamiz. O'zinglarning ishlatgan bo'yicha finbin ishlatgan qizlar qilib qolsanlar, bulutda olib bo'lgandan keyin quloqlarni ozroq bir yuran qilayotgan ekan, anki yuzinglarga beraman qizlar. Dijonimizni bitirib bo'lgan ekan qizlar o'zinglarning qishni sekli bor qizlar bo'lib qolsanlar, o'zinglarning qishning kamyerini siz bilib rameygodan bir qatalım, mujra rameygoda bir qatim shol qilib olsanglar, qishning shunchalik asolatli quytalaysizlar deb o'ylayman shaxsan. Qaranglar mana, rameygo bagaya bilan bamigayaning farqi bak cho'ng bo'ldi qizlar. Qishinglarning o'zini shakli bo'yicha rameygo berib va yoki qashqalanda siz olsanglar bo'ldi. Undan sho'runlar kelgan vaqtda qizlar qulanadigan sho'run bashatgan mushu sus rani elib mana o'xshash sho'run sho'b bo'lib qolsa, mushu sho'run sho'da azroq alatgan ekan, qulanlar azroq berib yetib, anadagi mushu qishinglarning osti tarafidan pastga qartib berib olsanglar bo'ldi. Agar vaqtda ish tarafga yuran qilmay, amal bilan mushu burnalarning dumbi tarafga yuran qilinglar. Yuran qilgan usul bo'yicha past tarafga qarab berib olsanglar bo'ldi. Anadagi mamushish burunning uchi yo'g'an, anadagi bir xil go'shtli qizlar bo'lib qolsanlar, mush yerdan udul chiqqan petlam qilib olsanglar bo'ladi jumla qizlar sho'runlarni. Lekin burunlarning uchidan tuz siziq bilan qilib olamiz. Anki matrafnichu ichki tarafga, past tarafga yuran qilib olsanglar, o'zinglarning mavi yerini bir xil kichik holat ko'rsatib beradi. Anadagi bir xil pakizroq cho'tka bo'lib qolgan cho'tkani elib, sho'rundan ichidagi mavi yog'orani elib, o'rguz holatni yaxshi ko'radigan qizlar bo'lib qolsanlar, mushu oq rangli tiylarni ko'zlarni oldiga basanlar bo'ldi. Mushu o'zinglarning burnini, anadagi o'zinglarning ko'zini bir xil shunchalik lit holat ko'rsatib beradi. Bu go'ranglarni texmo fanda qilib beradi qizlar. Tilan qilgan vaqtlarda amal va mushu sho'runga bitta ketmagan holatda tilan qilib olsak bo'ldi. Akimat burnimizning dumbi taraflarini tilan qilib olaylik. Bunaqa vaqtda texmo pokiz holat ko'rsatib beradi. Anadagi qizlar burnimizning puchug'ini azroq berib olamiz. Anadagi burnlarning qishlarning o'tirisi bilan burnimizning usti taraf mishalarni tilan qilib olamiz.
Bugünkü muşu şangdan zoğat mıskıldıgan kirim boğalık üçün qızlar yayın ben talağa vaqtda amal bam mağdan oxşaş süraq qalatiki yayın bələn talısanlar buldu və yaki mən qınaqraq rəngni yoxduratam diyen qızlar qınaqraq çıxıdığa yayın ben yoxdursanlar umu üzalarının köğününü boyayacaq qızlar. Ən aval muşu yayın ben işletki sus rəngni qapağımızdan həmin yeri bir getim bir olumuz. Qapağımızdan asti degəndək yerlərə. Anadaki mana içideki mavi rəngni qızlar mavi sıyırıq pek sıyırıq mayıləməz lekin azraq sıyırıq çıxıdığan mavi rəngni Kapağının kuyruq tarafından aldı tarafga qarab yertwasa, bozlayıp yeyitwasana buldu. Bunu bu kengri halati yeyitwalmız. Anatken kapağımızdan asti. Bunda qalat azraq renk kirgizib olgan ekan, qizlar manadan sal qiyinroq mavi rangda kuyruq tarafga berib olmiz. O'xshashlar kuyruq tarafdan aldı tarafga yetib berib olmiz qizlar. Mana qizlar kuyruq taraf azraq qiyin, aldı taraf suz holat keldi. Mushunda qalat shakllanib bo'ldi. Anki o'zimizning mavjud kunchu trade holatda tik tutgan holatda Gözümüzden astığım azraq bir olmamız. Manda qısa və məlaç mu qıza mayalarga behsat yeyilik tudu. Tek tutqan holatda arqa tarafdan aldı tarafga yuran qılasaq buldu. Anki mu o'xshashmi sho'rona rengi, ko'zamlar rengi olmaz kes bo'ladi degan qizlar. Sho'ronaning ustiga azraq berib olsanglar buldu. Anaki mushlarni ilib o'xshash burnimizni o'xshab azraq berib olamiz. Ana degan qizlar mana o'xshash kichik cho'tqilab qolib qolsa, mushning ichidagi Bana o'xshash sus kafe sarang bo'lib qolib qolsa, o'zinglarni o'zingizsiz sizlasanglar bo'ldi. Qaraydigan bo'lsanglar, ko'zimizdan bir siziq bor, ko'zinglarni azroq shumsanglar, mush o'zdan chiqadi. Adiki mush o'ttirdan oldiga keyniga yetib olsanglar bo'ldi. Keyin qizlar yana bir tal cho'tqida bayatdagi mush oxirni o'zimizning o'zdan teliyan qilib olsak bo'ldi. Mushun sen yaşarsa şuraya çıktım ya qo'ranı ilib o'zimizning mush men jonsni telan qilib olsak bo'ldi. Bu men jon telan qilish qizlar qaranglar telan qilgan bilan qilmaganning tushib dahshat yo'g'on. Telan qilsanglar o'zinglarning girmini texmu pokiz olib ko'rsatib beradi. Aykin og'zimizning cho'ris taraflarini telan qilib olamiz. Adiki mau kichik cho'tqida qishinlarning ostini mush ko'zimizning oldidan ulg'an holatda qishimizning ostini telan qilib olamiz. Lekin qizlar o'zimizdan kirpigini egib olamiz hozir. Akka vaqtlarda raus egib olganlar, turib kirpik chaplagan vaqtlarda ishtik tez surat chaplab ketalaysizlar. Anadiki o'zinglarning qo'ldagi laqda bir qitim kirpigimizga tadiq qilib olamiz. Mesela çok kısa özanlarning kirpigi, yalğan kirpik çaplamasa paysi egilib turadigan bo'lib qolib qolsa, mushu holat bilan qo'ysanglar bo'ladi. Navada men kirpik chaplamasa bo'lmaydi, masalan, o'zimning kirpik qisqa degan qizlar cho'qim kirpik chaplanglar. Keyin ish qildirib maqdigan vaqtlarda yoki shampan qilgan vaqtlarda mana o'xshash mushu rizchang jajimolni chaplasanlar bo'ladi. Anadagi chaplagan jajimollar amal ba, masalan, men jo'liq jajimol chaplasalar, ishtik chaplab ketalaysizlar qizlar. Chaplagan vaqtda mushu ko'zanlarning quyruq tarafidan men javob bo'lsa degan bir dimlashcha chaplab o'tkazib bo'ldi. O'zinglarning ko'zini yo'g'on yaqinga chiqarta qizlar. Mushu yolg'on kirpik chaplab olsanglar bo'ladi. Men odatda quyruq tarafdan 3 talam chaplab qizlar, men oldinga chaplab ketmayman. Kirpigimizni shunday holatda chaplab bo'lgandan keyin qizlar o'zinglarning qo'liga yenshamidan yenshamizni silib chiqarib olamiz. Eng avval qaranglar, ko'zinglarning oldidan ko'zing ichiga tiqib o'tmagan holatda. Ko'zinglarning oldidan musha inchga yashalab bo'lib qolsa, o'zimizning chaplagan yolg'on kirpik olib olamiz. Olgandan keyin qaranglar, olgan bilan olmaganning tushibesi dehshat inoq. Bunda qalat olgandan keyin qizlar o'zinglarning qaranglar ko'zining quyruq tarafdan qisqa holatda, o'zinglarning ko'ziga mos keltirgan holatda sizib chiqarib olsanglar bo'ladi. Qaranglar. Ankin ko'zimizning kirmini tutib bo'lgandan keyin qizlar, o'zinglarning qo'liga qovg'onda burnimizning uchiga ankin ko'zimizni oldiga berib olamiz. Anki masalan mush o'xshash qishning ostiga berishni yoqtirgan qizlar qishlarning ostiga qovg'on berib olsanglar bu paysi chiqadi. Anadagi o'zinglarning yenjonsi bilan farqlanib ketmaydigan sayxun bo'lib qolsa qizlar va yoki o'zinglarning qopqoq bayram bilan sayxun ursanglar bo'ladi va yoqlardan mushlar sayxun bo'lib qolsa, mushu ikki avliz bilan berib olamiz qizlar. Masalan, cho'q avliz berish qutda sayxun berish qo'ygan qizlar mush qo'llanilmishda qiyilib mishagidan pasanglar bo'ladi. Payga vaqtlardan sayxunni usti tarafga qartib berib olsanglar bo'ladi. Anki inkimiz Alki eng oxirida qizlar o'zinglarning qo'lidagi mush chunshembi bo'lib qolib qolsa va yoki ko'hunlarlarda berib olsanglar bo'ladi. Chunshembi sizni yoqtirgan qizlar chunshembi ig'zinglarning shaklini sizilib
kulağına da veya ki çotkada yiyip etkenlik kim kızlar? O sıvı çıkan kohun birimiz kızlar. Özanlarning ig'zi suyab kulağına veya ki çotkada yiyip etsenler buldu. En ahırda kızlar mağuşa yani desem yani şu gap tenci kılışını yaptırgan kızlar. Yüzden bir quruq quruq bo'lib qoldi deb o'ylaydigan qizlar mushunga o'xshash tenjilar berib bersanlar qizlar musha shamban qildiganga tez suratda ham tushunchali chiroyli tabiiy suzib chiqqan kirimdan bir suputdi qizlar. Ana biz hozir fashirimizni o'sha olaylik, champiyonsini ko'rib baqaylik qizlar. Cho'qim tenjan shulsan qilib o'g'inish unutqamalar, meni qo'yishni unutqamalar, tegimi payiz kirimdan chiqib bermoqchiman qizlar.